Okay. Sağ işlemse. Altın ders geldi. Andaqda bu jub dersimizde asosliqi shu biz 5-dars tugangan yangi uqumlarni bir qatim takrorlab o'tamiz. Andaqda shu 6-darsningki boshda bir necha yangi so'zlar bor. Bu yangi so'zlar orqali hamda biz shu 5-dars o'rganib o'tgan so'zlarni qanday qilib o'tamiz desanlar, yo'q so'zlar emas, jumla shakllarni bir takrorlab o'tamiz. Okay. Hamda birinchi so'z nima ekan qaranglar. Ana birinchi so'z qarab baqsaq nima desanlar? Make. Okay? Make. Birinchisi shunama? Ikkinchi qo'shma tovush. Bu qo'shma tovushni deb o'qiymiz. Desanlar A. Okay, A harfi bormi? Demakchi shu ikkinchi harfmi A harfi? Shunda bo'lgan ekan, hamda bu nima bo'ldi? Desanlar make. Okay? Make. All right. And the make deganimiz marka. Marka. Masalan, bu shuni ko'rib turibsizlar. Har xil masalan, Mirasning markasi, Copa, shunama, Cadillac, Starbucks. Okay, Starbucks hisobda dunyoga eng ma'lum qahvaxonaning markasi. Demakchi, Orman, demakchi bu shirkatlarning nimasi logosi. Ma'lum rasmdagilar logo. Logo. Bizningki logomi bor, da PPT nomor bo'yicha ketishami? Logo va shu marka belgisi. Hamda men yerga make deganimiz nima desam, shu marka. Demak, hamda shu markaning belgisini make deymiz, make. Ammo bugun nurg'un make'larni o'rganmoqchi. Qaranglar, birinchi so'z nima, yana ikkinchi so'z nima ekan? Swedish. Good. Swedish. Hamda degan tovush bor ekan-ku. Buni kulimsirab, qishimiz ustiga ko'tarildi. Swedish. Okay, Swedish. Ana Swedish deganimiz Shvetsiya. Bu Shvetsiya Yevropadagi davlat. Bu Shvetsariya emas, uni. Shvetsariyaning bo'lsa Swiss deymiz, lekin mana Swedish. Davlat bayrog'ini ekranda ko'rib turibsizlar. Shvetsiya, Shvetsiyaning Swedish deymiz. Bu Shvetsiyaniki albatta mehmonxona boshqarish, sayohatchilik hamda iqtisod fanlarida oliy maktabda o'qisanlar tayinlanadi. Hisobda hali bo'ldigan davlat. Okay. Swedish, Shvetsiyaning shunama. Xo'sh, and next one is English. Good. English. And the English deganimiz ingliz tili. Shunamiz biz bildirganimiz. Hozir o'rganayotgan tilimiz naqsh shu ingliz tili. English deganimiz shu ingliz tili yoki Angliyalik degan gap. Qaranglar, kim bor bu rasmda? David Beckham, shunami? Bu Beckham hisobda Angliyalik, shunami? Angliyalik deganda shu English. English. Hamsi men Angliyalik deymiz. I am English. Ham siz Angliyalik mu? Deganicha. Are you English? Okay, English. Demak, hamda shu English, Angliyalik. Okay, bro, with one. English. Good. What about this? Who are these people? Okay. President Barack Hussein Obama, the President of the United States. Another one is Schwarzenegger. And the Schwarzenegger deganimiz hamda algirki Californiyaniki shtat boshlig'i. He was the champion of world bodybuilding competition. Bodybuilding degan badan chiniqtirish nima? Kasbiy badan chiniqtirish chempioni, kinochi bo'lib shunami? Danglashasiz. Bular nalik? Bular American. Jistovatashlar shu o'qganda xato o'qiydi. American deb, shu American emas bu. Birinchi tovush nima? Chanalar. Okay, hamda urg'u nega tushirgan desanlar, deb tushirgan. American. Good. American. Demakchi deganda qanday sal kuchliroq o'qiymiz. American. Good. Nima bu qilib qollar? American. Good. American, Amerikalik. Amsa ular bo'lsa Amerikalik. Demakchi Obama bilan Schwarzenegger nalik Amerikalik. They are American. Yaxshi. They are American. Good. Next one is Italian. All right, Italian. Okay, I'm the Italian degan nima bo'ldi? Italiyalik yoki Italiyaning. Italian. Okay, I'm the Italian. Masalan, Italiyaning mashinasi, Italian car. Okay, Italian car. And Italiyaninki okay, o'quvchi, Italiyalik o'quvchi bo'lsa, Italian student. Italian student degandek. Okay, bu nima bo'ldi? Italian.
All right. Italian. İtalyalik shinami. Good. Next one. Look at this. Okay. Bu qaysi mashina savodashlar? Okay. Esatda dunyodagi eng bexatar markada qaralgan bir mashina markasi bu nima? Volvo. Okay. Volvo. Esatda dunyoda ham shu Volvoning injeneri mush bexatarlik tasmasni mush mashinadagi mush Volvoning injeneri ijod qilgan. Shu nima? Volvo. Good. Volvo degani nima? Volvo. Okay. What about this? This one is Peugeot. Okay, Peugeot. And that one o'qanday qattiqsan bo'ldi. Peugeot. Okay. Shu Peugeotning belgisi, markasi, Peugeot markali mashina. Bu nima mashinasi? French car. Good. Next one is Mercedes. Okay, Mercedes. All right, Mercedes degani Mercedes. Shu Germaniyaning mashina markasi bu Mercedes. Okay, good. Next one is Toyota. Good. Toyota. Xo'sh, hamda Toyota deganimiz Toyota. Shunaqa yana bircha O ana o'qanday nima? O deb o'qiymiz, hargiz O emas. O Toyota. Okay, Toyota. Yaxshi. Toyota. Okay, hamda Toyota deganimiz shu Toyota markali mashina. Rasmni ko'rib turibsizlarmi? Good. Next one is Daewoo. All right. Daewoo. Yaxshi. Ana Daewoo deganimiz shu Daewoo markali nima mashina. Daewoo. Yaxshi. Daewoo. Good. Next one is Mini. Okay. A Mini. But shunaqa Mini. Okay. Mini markali mashina. Angliyaning mashinasi. We can say it is an English car. English car. But what about this? This one is Ford. Yes, Ford. Bu qaysi marka? Ford markasi. Ford. It's an American car, right? American. Good. The next one is Fiat. Okay, Fiat. The Fiat nana markasi bo'ldi. Fiat mashinasi. Bu odatda okay, Fiat.